Bugun sizlar bilan Edubaza saytidan to'liq foydalanish bo'yicha qo'llanma darslarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda saytga qanday kiramiz? Google qidiruv tizimiga yoki URL yozadigan manzilga yozamiz. Edubaza. Edubaza deb yozsa ham bo'ladi, Edubaza.uz deb yozsangiz ham bo'ladi. Bizning saytimiz birinchi o'rinda chiqib keladi. Mana shu sayt. Demak, bu saytni ochamiz, bizda bosh sahifa paydo bo'ladi. Bosh sahifada saytimizni asosiy imkoniyatlari ko'rsatib berilgan, nimalar qilish mumkin, qanaqa imkoniyatlari bor. Mana bu yerda darsliklar bilan tanishish mumkin. Bu yerda qisqacha qanaqa materiallar yaratishni ko'rish mumkin. O'yinlardan namunalar, taqdimotlardan namunalar. Bu yerda ta'rif rejalarimiz, ustozlarning fikrlari. Asosiy saytdagi funksiyalardan bepul foydalanish mumkin. Ta'rif rejalari haqida bu yerda ma'lumotlar keltirilgan. Maktablar uchun, xususiy maktablar uchun va o'quv markazlari uchun alohida takliflarimiz bor. Bu bo'yicha bizning hamkor maktablarimiz ro'yxati va bu yerda ko'p so'raladigan savollar bor. Endi boshlash uchun nima qilamiz? Yoki mana bu boshlash yoki kirish tugmalarini bosishimiz mumkin. Bepul boshlashni bossak, bizda kirish oynasi chiqadi.